Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Demak, yangi mavzu shams to'plamlar reaksiya unum mavzusi 7-paragraf. Reaksiya unumi nima? Demak, shular haqida sizlar bilan bahscha gaplashib chiqamiz. Yozamiz. Reaksiya unumi nima? Yozamiz. Reaksiya unumi bu. Reaksiya unumi bu. Moddaning qancha qismi reaksiyaga kirishganini, reaksiya unumi bu moddaning qancha qismi reaksiyaga kirishganini ko'rsatuvchi foizlardagi qiymat. Qancha qismi reaksiyaga kirishganini ko'rsatuvchi foizlardagi qiymat. Bu misol uchun ana ovqat qilish misolida tushuntirsak bo'ladi. Ovqat qilish paytida masalan kartochka ishlatilgan paytda hammasini 100% gacha foydalanib bo'lmaydi. Ya'ni po'stini artish paytida o'sha payt po'stloq bilan birgalikda kartochkani ma'lum qismi ham archilib ketadi, to'g'rimi? Ya'ni 100% ishlatib bo'lmaydi. Shunda reaksiya unumi ham xuddi shunday. Aksariyat reaksiyalar 100% bo'lmaydi unumi. Ya'ni foizi, ya'ni foydalanish unumi, ya'ni hammasidan to'liqligicha foydalanib bilmaymiz. Tushunasizlarmi o'quvchilar? Mana shu narsaga ahamiyat qilishimiz kerak. Demak, ikkinchi narsa bor. Ikkinchi narsa bu reaksiya unumida oid. Desak bo'ladi, keyin soflik darajasi. Soflik darajasi yoki tozalik darajasi. Soflik darajasi yozinglar. Reaksiyada ishlatilayotgan moddaning qancha qismi shu modda qancha qismi keraksiz mahsulot ekanligini ko'rsatuvchi foizlardagi qiymat. Endi qaranglar o'quvchilar, soflik darajasi nima degani? Soflik darajasiga mana guruch misolida tushuntirsak bo'ladi. Guruch. Mana masalan, deylik guruch oladigan bo'lsak, 100% hammasi guruch bo'lmaydi. Ya'ni albatta uni tarkibida toshi, yoki chiqindi, xashakchasi, shunga o'xshagan qanaqadir mahsulotlar bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni hammasi 100% toza degani emas bu. Mana shu narsa soflik darajasi. Aynan shu kimyo reaksiyalarda ham ishlatiladi. Keyin reaksiya unumiga oid masalalar ishlash bilan demak mavzumizni yana nima qilamiz? Mustahkamlaymiz. Demak, bu yerda shams to'plam Feruz Shukur ustozning shams to'plam kitoblaridan 8-paragrafdan boshladik. Masalan, ikkinchi masalaga ahamiyat qilaylik. Bu yerda aytayapti, 98 gram kaliy xrom O3 parchalanyapti. Ya'ni kaliy xloroj, ya'ni bertolli tuz parchalanib, kaliy xlor bilan kislorod hosil qildi. 32,64 gram kislorod hosil bo'ldi. 98 gram parchalanib, bu yerda 98 gram kaliy xlor O3 bo'lsa, uni pastiga 245 gram deyman. Kislorodning massasi to'pam 3 ta kislorod 32 kara 3 96 gram bilan, to'g'rimi o'quvchilar? Bu yerda x deb topaman. Ya'ni necha gram reaksiyaga kirishdi, shuni topaylik. Topilyapti. 98 ko'paytiramiz 96 ga bo'lamiz 245 ga. 38,4 gram bilan o'quvchilar. Ya'ni reaksiyada 38,4 gram kislorod hosil bo'lgan. Bu birinchi usul o'quvchilar, qarang. Shu masalani ishlanish birinchi usuli. Endi 100% reaksiyaga kirishganda 38,4 gram kislorod hosil bo'lsa, mana 100% deb olaman. Masalan, shartda qancha kislorod hosil bo'lyapti, qaranglar. 32,64 grammi? 32,64 gram kislorod hosil bo'lganda reaksiya unumi qanaqa bo'ladi? Shuni topishimiz kerak, mana. 32,64 ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz 38,4 ga. To'g'rimi? Hisoblaymiz. Demak, necha foiz chiqyapti? 85%. Keyin o'quvchilar ikkinchi usulni ko'rib chiqaylik. Kaliy xlor OH, ya'ni bertolli tuzini parchalayman. Kaliy xlor plus kislorod
Buni massasi mana 32,14 gram hosil bo'ladi deyapti. Bu yerda kislorod 32 dan 3 tasi 96 gram. Buni massasi 245 gram bo'ladi. 245 ni ko'paytiramiz 32,14 ga bo'lamiz 96 ga. Ya'ni 98 gram bor edi. Qanchasi reaksiyada ishlatildi, shuni topishimiz kerak. Tushunasizmi? 83 butun. Yo'q, bitta qaytib hisoblayman, qancha hisoblayman? 83 butun 19 gram. Demak, mana shu 83 butun 19 gramni, mana bu yerda 98 gram bor. Hammasi 98 gram edi, ya'ni 100% edi. 83 butun 19 gram necha foiz deb topamiz. Proporsiya qiladigan bo'lsak, demak bizga foiz qiymati kelib chiqadi. 85. Demak, bu yerdan bizda 85% chiqadimi? Ikkita usul ham to'g'ri ekan, yo'qmi o'quvchilar mana? Ikki xil usullar. Xohlagan modda uchun mana shu usulda demak ishlab ketsak bo'ladi. To'g'rimi? Navbatdagisi 6-masalaga qaraylik. Xuddi shunday keldi, undan ko'ra mana 7-masalani ishlayman. 6-masala shu tuzni parchalanish ekan. Shuning uchun 7-masalani ishlayman. O'qiylik 7-masalani. Kaliy nitratmi? Kaliy nitrat parchalanib, kaliy nitrit bilan kislorod hosil qilyapti. Bu yerda masalan shartga ahamiyat qilaylik. Bizga aytganki 8,08 gram kaliy nitrat olindi reaksiya uchun. Necha gram kislorod hosil bo'ladi parchalanganda? Reaksiya unumi 65% debdi. Bu degani demak 8,08 bo'ladigan bo'lsa o'quvchilar, hammasi 100% deb bo'lamanmi? Mana reaksiya uchun olingani 100% deyman. Necha foiz kerak bizga? 65% kerakmi? Reaksiya kirishgani, reaksiya unumi bizga 65% bo'lgani shuni topaman. Topaylik. 5,252 gram. Demak, 5,252 gram parchalanib ketibdi. Buni pastiga 202 gram deyman. Qancha kislorod hosil bo'ladi demak? Kislorod pastiga 32 gram. Bu yerga esa x gram deyman. Bu birinchi usul o'quvchilar. Ikkinchi usulni ham ko'rsataman shu masalaga. 0,8 bormi shunaqa javob qaraylik. D javob bo'lgan. Ikkinchi usulga qaraylik endi. Kaliy nitratni parchalaymiz. Kaliy nitrit plus kislorod mana. Bizga 8,08 gram deyman. Buni massasi 202 gram. Kislorod 32 gram ekanmi? Reaksiyada hosil bo'lgan kislorod? X deb topamiz. Ya'ni kislorodning necha gram ekanligini topmoqchiman bu yerda. 32 ni ko'paytiramiz 8,08 ga bo'lamiz 202 ga 1,28 chiqadi adashmasam. 1,28. Lekin bizda aytayaptiki, to'liq reaksiyada kirishmadi. 1,28. To'liq reaksiyaga kirishmadi. Ya'ni 1,28 gram bo'lsa, hammasi reaksiyada kirishmadi. Tushunyapsizlarmi? Necha foiz reaksiyaga kirishdi? 65%. Shu orqali topgandik. Demak, men o'ylayman, qaranglar, hammasi reaksiyaga kirishgan bo'lsa, 1,28 gram hosil bo'lar edi. Lekin hammasi reaksiyaga kirishdimi o'quvchilar? Yo'q. 1,28 gramni 100% bo'lsa, 65% nima deyman? Qancha deb topaman? 1,28 ni ko'paytiramiz 65 ga bo'lamiz 100 ga. Xuddi shu javob chiqyaptimi o'quvchilar? Ikkinchi usulda ham. Demak, ikki xil usul bor ekan. Reaksiya unumi nima degani ekan? Reaksiya unumi xulosa. Reaksiya unumi degani mahsulot, olingan mahsulotni necha foiz reaksiyada ishtirok eta oldi. Shu narsa. Hamma tushunimi o'quvchilar? Demak, ikkinchi va 7-masala edi. Ikkinchi masala bilan 7-masala ikki xil usulda ishlanadi, ikkalasi ham yozib olinglar. Davom etamiz o'quvchilar. 9-masalaga qaraylik. 9-masala. Kaliy permanganat parchalanishidan 2,56 gram kislorod ajralgan bo'lsa, dastlab reaksiya uchun necha gram kaliy permanganat olingan? Yana qaraylik. Kaliy permanganat parchalanish 9-masalada aytayapti. Kaliy permanganat parchalasak, kaliy 2 4, ya'ni kaliy manganat, marganez 4 oksidi va kislorod hosil bo'ladimi bu yerda? Necha gram kislorod hosil bo'ladi deyapti, masalan shartga qaraylik. 2,56 gram. Buni pastiga necha gram deyman? 32. Kaliy permanganat massasi 316. Kaliy permanganat massasini topaman. Necha gramni reaksiyada ishtirok etgan shu?
25,28. Necha foiz debdi? 70%. Demak, mana shu reaksiyaga kirishgan qismi 25,28 gramm necha foiz tashkil etadi bizada? 70%. Bizga necha foiz kerak? 36 butun 1 gramm desam bilaman. Qaysi javob bo'lgan? Hamma tushundimi? Fotima tushundingmi, tushunmadingmi? Demak, nima qilyapmiz hozir? Reaksiyaga kirishgan kali permanent massasini hosil bo'lgan kislorod orqali to'pdik. Reaksiyaga kirishib ketgan necha foiz tashkil etyapti bizada? 70%. Necha foiz kerak bizga? 100% kerak. Ya'ni hammasi kerak. Qanchasi reaksiya uchun olinganini topishimiz kerak bo'ladi o'quvchilar. Hamma tushundimi? Yaxshi. Mana bu yerda mana 17-savol bor ekan. Reaksiya unumiga oid. Keyin ko'ramiz qo'yganlarni. 140 tonna kuydirilgan ohakdan 182 tonna so'ndirilgan ohak olindi. Reaksiya unumini aniqlang dedi. 17-savolmi? Kalsiy oksidga suv qo'shamiz. Nima hosil bo'ladi? Kalsiy gidroksid hosil bo'ladimi? Buni massasi 56 gramm. Bu 140 tonna ekan. Qancha olindi kalsiy gidroksid? Shuni topamiz. 74 bo'ladimi? 140 ni ko'paytiramiz, 74 ga bo'lamiz 56 ga. Ya'ni qanchasi reaksiyaga kirishdi, shuni topishimiz kerak. 185. Reaksiyada agar 100% qatnashsa 185 tonna hosil bo'lar ekan. Lekin masalan shartda bizga necha tonna hosil bo'lyapti? 182 tonna debdi-ku, mana so'ndirilgan. Mana shu reaksiyada hosil bo'lgan 185 hammasi reaksiyaga kirsa 100% bo'lar ekan. Demak, 182 tonna bo'lsa necha foiz deb topamiz o'quvchilar. Tushunarli? Bormi shunaqa javob? Stejovmi? Belgilab qo'ydi. 62-masalani soflik darajasi bilan bog'liq masala ekan. Shuni ishlaymiz. Tarkibida 33,3% qo'shimchalari bo'lgan 150 gramm ohak toshdan qancha massa karbonat angidrid olish mumkin? Reaksiya unumi 75% debdi. Demak, qo'shimchalari 33,3% ekan. Demak, 150 gramm bo'ladigan bo'lsa, hammasi 100% deyman. 33,3% ni topib olamiz. Ya'ni necha gramm? Demak, qo'shimcha mahsulot bor, shuni topmoqchimiz-da. 150 ni ko'paytiramiz, 33,3 ga bo'lamiz. Demak, 100 ga. Bunda 50 gramm chiqadi. Ya'ni qo'shimcha mahsulot 50 gramm chiqadi. 150 dan ayiraman 50 ni sof necha gramm bo'ladi? Sof kalsiy karbonat 100 gramm. Lekin bizga masalan shartda aytayaptiki, reaksiya unumi 75%. Mana sof 100 gramm bo'lgani bilan hammasi reaksiyada qatnashmadi. Tushunasizlar? Necha foiz? 75%. 75% reaksiyaga qatnashdi. Mana shu 100 grammni 100% deb bo'lsam, bizga 75% topamiz. 75% qanchasi necha gramm bo'ladi? 75 gramm bo'ladimi? Mana kalsiy karbonat parchalayman. Kalsiy oksid plus karbonat angidrid. 75 gramm kalsiy karbonat, buni pastda 100 gramm deyman. Nima deyapti? Necha gramm kalsiy oksid deyaptimi? Masalan shartda necha gramm? Karbonat angidrid demak 44 gramm deymiz bu yerga. Yuqorisiga x qo'yib proporsiya qilamiz. 75 ni ko'paytiraman 44 ga bo'laman 100 ga. Necha gramm bo'ladi shunda? 33 gramm bo'ladi. Tushunarlimi o'quvchilar? Demak, mana soflik darajasi, ya'ni tozalik darajasi bilan bog'lab masala ishladi. Xo'sh, kanalimiz kuzatuvchilari Telegram Shams Education Telegram manzilida mock testlar, ya'ni kimyo biologiya fanlaridan milliy sertifikat testlari YouTube'da esa mana shu va shunga o'xshash video darslar olib boriladi. Kanalimizga obuna bo'ling.